Assalomu alaykum. DJ Feruz kanali obunachilari va like bosmagan meni tomoshabinlarim. Mana bugun 2-kun Qozog'istonda Rossiyaga qarab yo'lga tushdik. Qozog'istonning o'rtasida bir og'ayni o'zib ko'rib qoldik. O'zbekiston fuqarosi o'zini birodarini Makka Madinaga hajga ziyoratga olib ketibdi. Qo'lingizdan kelgancha like, podpiska bosib kanalni qo'llab-quvvatlang. Savobi sizlarga ham tegishadi. 26-kun ekan. 26-kun yo'lda o'z birodarini piyoda olib ketibdi Makka Madinaga ziyoratga. Like, podpiska bosib qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Savobi sizlarga ham tegadi-ya. Qani o'sha Madinaning savob to'la ko'chalari, oyning ikkiga bo'lingan mo'jizali kechalari. Qani Abu Bakr Siddiq, qani Umar Usmonlari, biz ham bir bor eshitsaydik Bilol aytgan azonlari. Qani o'sha Madinaning savob to'la ko'chalari, oyning Yo'lda ko'rdik. Ben de DJ Feruz kanalidanman. Şol sizni ko'rib yo'lda to'xtadik. DJ Feruz YouTube, Instagram kanalidan. Bemalol ko'rib ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rib, savobiga bir ozgina reklama qilib kartalaringizni aytsalar, reklama qo'yib har kim ko'ldan chiqqani. Yashang, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Qachon yo'lga chiqdingizlar? Necha kun bo'ladi? 24 kundan medingizlar. Молодец. Osonma. DJ Feruz. Suv ichib ketasizlar. Yo'llaringizni bersin. Niyatlaringizga yetishinglar. Eson omon yetib boringlar manzilga.